Da do'stlar, hozir shokka tushishlaring aniq, chunki 5 kilo majburladi. Meni transport qilishga yechintirib, 4 ushlab turdi, bittasi qildi. kim oppoq, kim to'p-to'g'ri, bu narsani vaqt ko'rsatadi hammasi. Alloh ko'rsatadi. U kelinchakchi tarafini olib turib, butun musofirlar, butun bir blogerlar o'sha yerda bo'ldi. Beshta erkak zo'rlab ketgan kelinchak haqida gapiryapman. Kattaysi diyor, kattay ko'rsatyapman, mana ko'rsating deyapsiz. Men o'ylab qarang, iflos ish, itam qilmaydi-yu, axlatmas. Itam qilmaydi, ketdilar. Sizlar reaksiya bildirmanglar. Ya'ni o'sha yerda aytayaptiki, kelinni o'zini o'ynashi ham bor ekan. Aslida o'ynashi bilan ish bo'lgan, lekin bularni bo'yniga bosyapti degan gaplar ham bor. Kim aytdi? Buni xulosasini kutganlar juda ham ko'p bo'lsa kerak. Tasavvur qiling, biz o'sha kelinchakni deb qarib biza katta talpaga qo'yib ketgan edik. U kelinchakchi tarafini olib turib, butun musofirlar, butun aka-ukalar qanchalikka yopishib, himoya qilib, kommentariyalarda so'kishlar eshitib, butun bir blogerlar o'sha yerda bo'ldi. Da nima haqida gapiryapsan deyishlaring mumkin do'stlar. Andijonda o'sha 5 ta erkak zo'rlab ketgan kelinchak haqida gapiryapman. Da bu mavzu haqida ancha bo'lib ketdi va buni xulosasini kutganlar juda ham ko'p bo'lsa kerak. Da do'stlar, hozir shokka tushishlaring aniq, chunki o'sha bitta kelinchakni 5 ta erkak zo'rlab ketdi degan videolarimizni juda ko'pchilik ko'rdi. Hozirda o'sha kelinchakka jinoiy ish ochilmoqda. Ya'ni o'sha 5 ta erkakka tuhmat qilganligi sababli jinoiy ish ochilyapti degan o'sha informatsiyalar hozirda rasmiy Telegram gruppalarda tarqalib aylanib yuribdi. To'g'risi endilikda borib turib nima bo'lgan ekan aslida, nima uchun tuhmat qildik degan savolni berishga bizda vaqtimiz yo'q. Hammasi o'zini javobini olsin. Lekin o'sha tuhmat qilishga, o'sha agar haqiqatdan ham bu kelinchak tuhmat qilgan bo'lsa, bu o'zidan kelib chiqmaydi do'stlar. Bu narsaga nimadir sabab bo'lish kerak. Yo qanaqadir kichkina aybini yoshirish uchun, yoki o'zini o'sha kelinchakning onasi может shunaqa dars o'tgandir. Hatya hech kimni ayblash niyatimiz yo'q. Bu yerda yoki o'sha 5 ta erkak yoki kelinchakning o'zi konkretni aybdor. Nima bo'lgan taqdirda ham do'stlar, tinchlik hammamizga kerak. Bu tuhmatni balosi shu darajada keldiki, даже bizlar o'sha blogerlar hammamiz birgalikda Andijonga borgan vaqtimiz o'sha mahallani o'zida katta janjal bo'lib ketishiga ozgina qoldi. Ya'ni ularning videosini bu holatlarda hamma internetlarda обсуждать qildi. O'sha bitta kelinchakni o'sha qilingan ishi, ya'ni agar haqiqatdan ham tuhmat qilgan bo'lsa, o'sha bitta tuhmatini orqasidan necha kishilar qarib oilalaridan ajralib ketdi. Necha kishilar qarib ota-onalarga oq bo'lib ketgan edi. Buni butun dunyo ko'rdi. O'zbekistonliklar butun hammasi, Tojikistonliklar, Qirg'izistonlik, Qozog'istonlik, butun O'rta Osiyo ko'rdi bu sharmandalikda. Da do'stlar, hozirgi holatda ko'ramiz endi. Mana endi ko'ramiz. Qani bu kelinchak haqiqatdan ham 5 ta erkakka tuhmat qilibdimi yoki bu ish haqiqatdan ham bo'lganmi? Bu yo'g'ini kuzataverasizlar do'stlar. Sizlarda o'zlaringning xulosalaring bo'lsa, albatta kommentariy ochiq turibdi. Kommentariyaga bemalol fikrlaringni bildirishlaring mumkin. Rahmat hammalaringga.